Yaxshimisiz do'stlar? Men sizlarning qanday bir ma'lumotdan? Unutib qoldim ku. Men sizlarning 100 tuman g'ijilgan do'stinglarga yandim bayon. Bu qismni Chin odamga bug'a qomtisi aloqat javhari alohida qo'llagan. Bugun sizlarga so'zlaydigan kinonimiz bo'lsa, badan saposi yaxshi, ammo vaqti bak qisqa as tutish vaqti bak qisqa bo'lgan bir bolaning sazguzashtiri tasvirlangan muhabbatlik harakatlik filmi Ajini. Savodashlar. O meditsina degan murakkab bir kasb. As tutish qobiliyatinglar yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi, jimo. Shunday qilib savodashlar. O meditsina degan kasb doim murakkab kasb. As tutish qobiliyatinglar yaxshi bo'lmasa qat'iy bo'lmaydi. Ma'qulmi? Shuni sizlarga muhim bir ta'kidlaydigan gapim bor. Bu meditsina degan yomon murakkab kasb. As tutish qobiliyatinglar yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi. Meditsina kasbining eng oliy o'quvchisi Sonata arxiv bo'limdan bir alohida bemorning kasallik tarixini bayqab qoladi. Hamda yetakchisidan uning ahvolini tushunmoqchi va shu bemor to'g'riliq tadqiqot ilib bormoqchi bo'ladi. Bular tilga olgan bu bemorning xotirasi faqat 15 minut ichida yuz bergan ishlarni tuta oladigan bo'lib, esiga kelgudek bir g'imi yo'q bo'lg'achqa kishilar uni xotirjam deb ataydi. Lekin uning rostida g'imi yo'qmidi? Mana bugun bu datman xotirjam xalqning xotirjamligini buzib atadi. Aka, uvri-vrabsa 15 minut oldida bir udunga, mushta ular 4-chi qitim kelib urishing. Yolg'on gapirma. Bu seni tunji qitim ko'rishim. Aka, bayatimi shunda deding-ku sen. Xotirjam azaldan boshqalarning nola qilganini unutmaydi. U bu becharamni onam degicha urib tarangishdi dedi va o'zining ko'ni odati bo'yicha xalqlarni bo'ysundirib umrining oxirgi rasmini chiroyli tortib qo'ydi. Mana bu bizning bosh personaj Xotirjam apandim edi. Deyotgan bu kishi bo'lsa, biz tonimaydigan, amaliyotda u o'zimi tonimaydigan bir bechora personaj edi. Qo'rsqida turbuz bor bu jasad bu yerda yetayotgan xili kunlar bo'lib qoldi. Yomg'irliq bir kuni mashin ichidan g'azab bir anzi pash qiladigan chiroy hindistonlik palonchi tushib keldi. Buni palonchi deganimdilla, bu personajning uzunga bardoshlik bermaydiganligi chiqib turadi. U o'zining uzun yillik tajribasi va inchik kuzish iqtidorini to'liq joriy qildirish orqali bu yerda midirlamay yetayotgan 3 kun bo'lgan odamning o'lganligini jazmlashtirdi. Xotirjam apandim bo'lsa, tang-tangjidan birisi o'ltirib, Hindistondagi as tutish qobiliyati eng yaxshi bo'lgan sho'pirning motosida uyga qaytib keladi. Xotirjamning uyining tomlariga har xil uchurlar yozilgan bo'lib, o'ziga har vaqt o'zining vazifasini esiga selish uchun xotira qoldirib ma'atdi. Bu bechara neytsuns kichik Xotirjam o'zini topolmagan holda sherin uyquga ketib qoldi. Mana, yana bir kun yetib keldi. Xotirjam o'rnidan turish bilan tangla o'ziga savol qo'yishga boshladi. Men kim? U kim? O'zari kim? Yelolmaydi. Xapamala, yana naqsha ketib qoldi. Mana, Xotirjam yana esini yo'qotib qo'ydi. Chunki uni as tutish qobiliyati faqat 15 minutda bor edi. 15 minut bir beliqqa nisbatan uzun bo'lgani bilan har kishiga nisbatan haqiqatan qisqa edi. Mana, Xotirjamda ziyoda charchash, uyqu yetarlik bo'lmaslik, har xil ro'y besim, kayfiyati turoqsiz, oson charchash degandek hozirgi zamon erlarida ko'rilayotgan har xil alomatlar ko'rilishga boshladi. Bundaq bo'lganda har xil ko'ngillik ishlar ko'ngildagidek bo'lmay qoladi. Ey Xotirjam, hamma narsalarni unutib ketsangmi, salomatliging uchun bo'lsa-mu, chin bug'a qomtisi aloqat javhirini ishiltishni unutib qolsang bo'lmaydi-da. U aynak oldiga kelib o'zining qamlashgan badallariga masliga kelib qarab ketadi. Easy, tamam degan menkanman-ku. Bug'doyning ichidan oridim samon, ko'rinsam xalqlarga qiyoqasman yomon, deb qolsang muskulning shohi kim? Easy. Tamam. Bu bechora o'zining badallaridagi uchurlarga qarab damallaqi bir narsani esiga kelgandek bo'lib, ishi zing og'rib ketadi. Mana Bombayning ballari zing. Oy, yana naqsha ketib qoldim. Xapamala. Etsi Sonata doktorxonada bosh og'rig'i to'g'risini og'ini kelgan Xotirjamni uchirtib qoladi. Xotirjamning haqiqatan 15 minut ichida yuz bergan ishlarni esda tuta oladiganligini, muhim ish va odamlarni xotirlash uchun yenidan apparatni og'irmay xotira qoldirib mangdiganligini bilgan Sonata o'zini rasmga tatqizib Xotirjamning Xauyu Liabyovsiga kirib oladi. Xotirjam uyga qaytib xotirasini asta ratlashga boshlaydi. Dal bu chaqda palonchi uning uyiga kirib, midirlama qulog'ini ko'tar demay, qaltak bilan birini qo'ydi. Hamda Xotirjamni org'amchi bilan bog'lab, kiyimlarini yitib, meni boshqacha bir xiyolga qisab qo'ydi. Xotirjamning badaniga chekilgan ingliz xatlarini ko'rgan palonchi, "Opla, men tex sijidimmi o'tmagan tusam. Ma hindistonlikmi nima inglizcha yozib olganda jo'ng belaq qilib badaniga deb uyning ichidan inglizcha lug'at izlashga boshlaydi. To'satdan u bir tatmining ichidan Xotirjamning kundalik xotirasini ko'rib qoladi. Qiz do'stining Lyaoten sini to'liq ko'rib ko'nab qolgan bu yigit bu kundalik xotirani o'qib boqmoqchi bo'ladi. Birinchi bob, go'zal o'qishmaslik, Abduri Rajikopra Xotirjam. Keyingi qismni ko'rmoqchi bo'lsangiz, pano saloniga kiring. Salon nomi Boshpatti yizig'liq. Bala, davom etadi ko'rimiz, yaqimamsan. Qani u salonning nomi? Nagiz qo'yding? Ya davramdim,
Tuvşanrımga qaramamsa ya boshbatda dedim-ku, boshbat. 德英